Hozir tunukaning svarkasi haqida gaplashamiz. Mana hozir qalayimizni ishlatish jarayoni. Hozir mana ikkita disklarni oldik. O'zi asli shunaqa chok quvib turib, keyin suv qo'ymaslik uchun baytini qalay bilan yamab qo'yiladi. Hozir biz sizlarga tekis diskga ham ko'rsatamiz. Hech qanaqa bo'lgan yo'q. Faqat o'zini shu hozir qalayda ishlatgan holatimiz. Qayerganimizda ham, tortilganda ham bemalol ishlab turaveradi. To'g'ri bu reklama, lekin videoni o'tkazishga shoshilmang. Bu videomiz O'zbekiston aholi uchun juda foydali video bo'ladi. Hozir tunukaning svarkasi haqida gaplashamiz. Bu qalay orqali svarka qilinadi. Qalay orqali svarka qilinadi. Mana bu osonlikcha sinmaydi, suv o'tmaydi, mustahkam bo'ladi. Bu tekis holatda qilingani. Bunisi esa chokka yopishtirilgan. Bu yerdan suv qo'ymaydi va mustahkam bo'ladi. Narsalar mustahkam joylashtirish uchun ham tunukalarga shu qalaydan foydalaniladi. Oldin koreyskiy bo'lgan, qimmat bo'lgan, endi o'zimizda koreyskiy bilan bir xil erishlari zo'r qilib o'zimizda ishlab chiqarishyapti. Mana hozir ishlatib turgan ustakalarning oldiga kelganmiz. Hozir nimaga ishlatishadi, qanaqa ishlatishadi, sizlarga qisqacha tushuntirib beramiz. Ustaka, siz bu qalaydan oldindan foydalanasiz ekan, nimalarga ishlatasiz buni? Bu qalayimiz asosan oldin koreyskiy deb olib kelinardi. Hozir narx qimmat bo'lib ketganligi uchun o'zimizda shu akalarimiz ishlab shuni chiqarishyapti ekan, ishlatib ko'rdik. Bu ancha yaxshi foyda beryapti hozir. Asosan samovar, unvalli, o't bilan, cho'q bilan ishlaydigan narsalarga ishlatilsa foydasi yaxshi. Germetikadan ko'ra shularni ishlatib, germetika issiqqa qo'yib yuboradi. Bular mustahkamligi, erib ketmasligi kafolati yaxshi bo'ladi. Misol uchun shu yerdan teshiga ochib turib, kranni qo'yib, atrofini mustahkam qilib, qalayda qo'yilsa, ish qilsa, bu yaxshi issiqqa chidamli qo'yib yubormaydi bu narsani. Uzoq yil ishlab beraveradi shu narsa. Ancha foydali bo'ladi. Sinib ketishi kamroq bo'ladi bu narsani. Mana yana bir ishlab chiqaruvchi akamizni sexlariga kelganmiz. Mana bu yerda hozir probalar ko'rsatdik. Ko'rdilaring, bu shu chokli yopishtirilgan holati. Bu tekis listda bir-biriga yopishtirilgani. Mustahkam bo'lgan. Keyin mana bokda ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda teshik bo'lgan. Teshikda ham shu qalay orqali yamashgan, suv qo'ymaydi, isitib beraveradi. Kimga shunaqa samovarlar ham qiziq bo'lsa, samovarchi akalarimizni ham raqamlarni pastga qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir mana bu samovarni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tagi qismi shu qalay orqali mustahkamlanadi va ichi bu yerda choki bo'ladi. Shu choki qalay bilan mustahkamlanadi, chunki suv qo'ymaslik kerak bu narsa. Issiqqa ham bardosh beradi. Buni o'rniga germetikadan foydalanadigan bo'lsa, issiqqa u erib suv qo'yib yuboradi. Shuning uchun qalaydan foydalaniladi. Yana ko'p narsalarga ishlatish mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasiz. Mana hozir qalayimizni ishlatish jarayoni. Hozir mana ikkita list tayyorlab oldik. O'zi asli shunaqa chok quvib turib, keyin suv qo'ymaslik uchun baytini qalay bilan yamab qo'yiladi. Hozir biz sizlarga tekis listga ham qilib ko'rsatamiz. Qanaqa ushlashini sizlarga ko'rsatib berish uchun. Birinchi o'sha kislatasi bo'ladi. Kislatadan ozroq surtib olamiz. Sababi bu tunukani tozalab, bir-biriga yopishishini ta'minlab beradi. Ruhini o'ldirib. Bo'laveradi. Qaranglar, mana xuddiki svarka qilingan. Qanaqa ushlashini sizlarga ko'rsatib berish uchun. Birinchi o'sha kislatasi bo'ladi. Kislatadan ozroq surtib olamiz. Sababi bu tunukani tozalab, bir-biriga yopishishini ta'minlab beradi. Ruhini o'ldirib. Bo'laveradi. Qaranglar, mana xuddiki svarka qilingandaqa. Videoni sirazi shu tunuka bilan ishlaydigan tunuka sos, tunuka fonchi ustalarga jo'natib qo'yaveramiz. Bu sovigandan keyin umuman suv qo'ymaydi. Haqiqiy mustahkam narsa bo'ladi. Hozir buni ham bitta ko'rsataylik, no? Mana erishlarni ko'ryapsizlar, mana gazda qizdirilyapti. Oddiy gaz balonda. Mana holati. Erishlari zo'r. Xuddiki o'sha koreyskiyda qanga erib beraveradi. Mana kislatani surtib olishdi.
O'zi asosan bu chok qilib bir-biriga yopishtirilgan narsalarga ishlatiladi, lekin hozir mana biz tekislikda ko'rsatib beramiz. Mustahkamlik darajasi qanaqa bo'ladi? O'zi tunuka bo'yicha ustalar tushunishadi, buni ishlatgan bo'lishadi. Mana holati. Mana orqasidan hech qanaqa narsa qilib qo'yilgan yo'q, faqat o'zini shu hozir qalayda ishlatgan holatimiz. Buni qayirganimizda ham, tortilganda ham bemalol ishlab turaveradi.